Lena Catherine Hadley 3-oktyabr 1973-yil Hamilton, Bermudada tavallud topgan. U 1992-yildan boshlab filmlarda suratga tusha boshladi. Modellik sohasida ish ishladi. Aktrisa ko'plab mukofotlar sovrindori hisoblanadi. U Britaniya hamda Amerika aktrisalari ham bo'lib ishlaydi. Aktrisaning 2 farzandi bor. Aktrisaning keyingi filmlarida omad tilaymiz. Muvaffaqiyat tilaymiz. Filmlari yanada ajoyib bo'lishi uchun muxlislariga esa sabr-qanoat tilaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.